Mana bu videoni 1 daqiqada CapCut dasturida mana shunaqa rangli qilishni o'rganamiz. Bu men olgan video. Mana bu esa men internetda ko'rib qolgan va ranglari menga juda ham yoqqan video. Bu YouTube'da bo'lishi mumkin yoki boshqa platformalarda, farqi yo'q. Men o'zimni videomni ranglarini mana shunga bittagina tugmani bosish orqali moslashtirishim mumkin. Natija qanaqa bo'ladi desanglar ko'rishinglar mumkin. Demak, chap tarafdagi va o'ng tarafdagi CapCut dasturida mana shuni qanday qilishni ko'rib chiqamiz. CapCut bo'yicha 53-darsimiz. Siz Ontech YouTube kanaldasiz. Videoni yaqinlarga tarqatib tashlashni, like bosishni va kommentariy yozishni esdan chiqarmang. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Montaj haqida ma'lumotlar berib boramiz. Ishni boshladik. Ishni yangi proyekt ochishdan boshlaymiz. Bu bizning proyektimiz. Men bu videoni o'zimning smartfonimda suratga olganman, Samsung telefonda. Endi buni color grading qilish uchun pastdan adjustni tanlab, mana bularni hammasini sozlab chiqishim kerak. Va buni o'sha videoga o'xshatish uchun bitta tugmachani bosish yetarli. U ham bo'lsa mana bu birinchida turgan color match. Uni bosishdan oldin dastlab o'zimizga kerakli bo'lgan videoni, biz buni YouTube dan ko'rgan bo'lamizmi, boshqa platformalardan farqi yo'q. Shuni olib bitta screenshot qilamiz. Samsungda mana bu tugmachani bosib, screenshotni bizga o'sha rasm kerak bo'ladigan, rasm qoladigan qismini qirqib olamiz va saqlaymiz. Samsungda bu juda ham oson. Demak, videodan o'zimizga kerakli qismni screenshot qilib oldik. Montajga qaytamiz, CapCutga. Birinchida turgan color match funksiyasini ishlatamiz. Bu funksiya siz pro bo'lsangiz ishlaydi. Uni bosamiz, tepadan uploadni ikkinchisini tanlaymiz. Bizga galereyamizni ochib beradi va hozirgina o'sha screenshot qilgan rasmimizni tanlaymiz. Va ko'ryapsizlar, bizani o'zimizni videomizning ranglarini o'sha rasmdagiga qarab moslashtirib berdi. Va intensityni so'rish orqali maksimal darajada effektni kuchaytirishingiz yoki 0 ga qo'yishingiz yoki mana o'zingizga yoqqan darajada sozlab olishingiz mumkin. Shuningdek, mana bu rasmchani ustiga bir marta bosib, yana uploadga kirib, qaytadan boshqa rangni tanlashingiz ham mumkin. Masalan, mana bu bitta kinodan olingan screenshot. Bu o'zi o'sha kinonikidagicha qilib ranglari sozlangan holat. Demak, buni orqaga qaytaramiz. Mana shunaqa holat. Demak, mana bu strelkachani bosamiz va galchkani bosamiz. Ko'ryapsizlar, adjust bo'lib qo'shildi bizga. Mana bu videoni asl original holati, bu esa biz internetda ko'rgan videoga moslangan, o'shanga qarab ranglari sozlangan holati. Bittagina tugmacha va 1 daqiqa siz avtomobil videosi bo'ladimi, boshqa video, tabiat videolari bo'ladimi, o'zingizning videoingizni ranglarini o'sha o'zingizga yoqqan uslubda, o'zingizga yoqqan videodagi kabi qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu funksiyani ishlatish albatta pro, pullik. Uning uchun siz 1 oylik yoki 1 yillik pro obunasini sotib olgan bo'lishingiz kerak. Eksport qilishni bilasizlar. Eksport qilishdan oldin mana bu yerdan AI Ultra HD birinchida turgan tepada bosadigan joychasi bor, bosib o'chirib qo'yasizlar va o'zingizga kerakli bo'lgan rezolyutsiyani tanlab eksport qilasizlar va eksport qilishda hammasini maksimalga qo'yish degan tushuncha yo'q. Siz videoni agar 4K da olgan bo'lsangiz, 4K da, 1080p da olgan bo'lsangiz, 1080p da, 30 FPS da olgan bo'lsangiz 30 FPS da saqlanib qilishingiz kerak yoki 60 FPS da olgan bo'lsangiz 60 FPS da saqlanib qilishingiz kerak. Mana bu bitrate o'zi moslanadi, mana shuni o'zi ham yetarli. Demak, eksportni bossangiz videoingiz eksport bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'plab oson va foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ontech Lessons YouTube kanalida siz CapCutni 0 dan boshlab professional darajagacha o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Albatta kanalimizni yaqinlarga tavsiya qiling, obuna bo'ling, videolarimizga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Ko'proq foydali ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Barchaga omad, bizning kanalimizni kuzatishda davom etinglar.